Ayni damlarda biz Tataristondagi Qozon federal universitetidamiz. Bu yerda nafaqat ijodkorlar o'qishgan, balki olimlar ham ta'lim olishgan ekan. Aynan yana bir aytadigan narsam, men Tolstoy o'tirgan partiyada o'tirdim. Bu yerda Vishnevskiy malhamini o'ylab topgan Vishnevskiy, aspirinni o'ylab topgan Arbuzov ham ta'lim olgan. Demak, universitet bilan sizni yana ham yaqinroq tanishtirishga harakat qilamiz. Qozon federal universiteti 1804-yilda tashkil etilgan. Bu yerda jahon miqyosida tan olingan olimlar yetishib chiqqan. Universitet nafaqat Rossiyada, balki butun dunyoda ilm-fan markazlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Bugungi kunda Qozon federal universiteti tarkibida 18 ta institut va o'nlab fakultetlar faoliyat yuritadi. Ular orasida tabiiy fanlar, ijtimoiy sohalar, IT va biotexnologiya kabi zamonaviy yo'nalishlar bor. Universitetning o'zida uning tarixidan so'zlovchi muzey mavjud. Muzeyda 221 yil avval universitetning ochilishi haqidagi hujjatdan tortib, unda o'qigan olimlarning o'z qo'llari bilan yozilgan daftarlari ham saqlanadi. Universitetning ilk bitiruvchilari 33 nafar talabani tashkil qilgan va ular orasida Rossiyada mashhur bo'lgan yozuvchi Sergey Aksakov ham bor. U oliy ta'lim dargohining eng navqiron bitiruvchisi bo'lib, universitetga kirgan payt uning yoshi 13 da bo'lgan. Demak, o'sha paytlarda oliy o'quv yurtiga kirish uchun ma'lum bir yosh aniqlanmagan bo'lgan. Muzeyda nafaqat o'qituvchi va talabalarning, balki uni bayram tadbirlarida eshiklarini ochib, mehmonlarni ichkariga taklif qiladigan shvetsarning ham kiyimlari saqlanadi. Bu yerda geometriya haqidagi qadimiy tushunchalarni o'zgartirgan olim Lobachevskiy ham o'qigan. Evklidning parallel chiziqlar haqidagi nazariyasiga o'zgartirish kiritgan Lobachevskiy fizika olamiga ham o'zining manfaatli yangiliklarini olib kirdi. Bu yerda uning daftari ham saqlanadi, ko'ring. Shu bilan birga bu yerda yuqorida sanab o'tilgan olimlardan tashqari Antarktidani kashf qilish ekspeditsiyasida ishtirok etgan Ivan Smirnov ham tahsil olgan. Bu yerdan chiqqanimizdan so'ng biz astalik bilan tadbirlar o'tkaziladigan katta zalga o'tdik. Bu yerdagi interyer 19-asrdagidek qilib saqlangan. Zalning markazida universitetning asoschisi imperator Aleksandr Ining surati joylashgan. Endi esa sizni shaxsan Lev Tolstoy o'qigan sinf xonasiga taklif qilaman. Tolstoy odatda oxirgi partiyaning aynan shu joyda o'tirishni ma'qul ko'rgan ekan. U bu yerda o'tirib o'zining xayolidagi personajlar haqida o'y surgan bo'lsa kerak deb o'yladim o'zimcha. Sinfdagi chiroqlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ular 200 yil avval gazda ishlagan va uning yorug'ida talabalar dars qilishgan. Qozon federal universiteti xalqaro darajada ochiq universitet. Bu yerda 100 dan ziyod mamlakatdan kelgan 10 mingdan ortiq xorijiy talabalar tahsil olishadi. Kampusda zamonaviy yashash sharoitlari, kutubxonalar, laboratoriyalar va madaniy markazlar mavjud. E'tibor qaratgan jihatim, universitetda yaqin 3 yilning ichida yangi bo'lim ochilgan bo'lib, ushbu bo'limdagi mutaxassislar bilim dargohining jamoatchilik orasidagi fikrini o'rganib, uning obro'-e'tibori bilan shug'ullanadi. Достаточно новое направление для нашего университета. Bu yangi yo'nalish bo'lib, juda qiziqarli va manfaatli maqsadlarni ko'zlagan. Bo'limimizning asosiy vazifasi Qozon federal universitetining shahar, nafaqat shahar, balki respublikada va kerak bo'lsa, butun dunyoga universitetimizda nafaqat talabalar tahsil olish, balki butun dunyo miqyosida yangi kashfiyotlarni qilayotgan yosh olimlar o'qiyotganligini yetkazishdir. Biz haqimizda bilishlarini istaymiz. Честное слово, у нас вот задача, чтобы про это узнали все. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, bugungi kunda Qozon federal universitetining filiali O'zbekistonning Jizzax viloyatida ham faoliyat yuritmoqda. Davlatimiz rahbarining 2021-yildagi qaroriga asosan ochilgan filialda bugungi kunda chet ellik mutaxassislar ham dars berishadi. E'tiborlisi, bu yerda o'qishga butun dunyodan talabalar kelishmoqda. Ilm-fan har qanday davlatning strategik ustuvor yo'nalishi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Jizzaxda bunyod etilgan ushbu filial nafaqat ta'lim maskani, balki bilim va tajriba uyg'unlashgan zamonaviy maydon va davlatlararo o'zaro manfaatli tajribalar almashinuvidir. Qozon federal universitetidan maxsus O'zbekiston vaqti bilan dasturi uchun Feruza Mirzoqova.